Dunyoga mashhur semichka shashliging bor ekan, meni xabarim yo'q. Shunga odamni o'g'irlab kelish kerakmi? Qo'likni olsan ham, Mana pulni olganda menga semichka shashlik tayyorlab ki. pulingni olib qo'y. Shashlikni yegandan keyin yoqsa 2 barobar berasan. Yoqmasa puling umuman kerak emas. Bo'pti, kelishdik. Semichka shashlik tayyorlash uchun bizga qo'y go'shtining qovurg'a qismi kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib har bir qovurg'a orasini alohida qilib kesib chiqamiz. Har 1 kilogramm go'sht uchun 16 grammdan tuz, 2 grammdan kashnish, 2 grammdan ezilgan zira sepamiz. Keyin ustidan 200 gramm piyozning suvini qisib, 80 grammlik pomidorni qirg'ichdan chiqazamiz. Tuz va ziravorlar erib ketguncha yaxshilab aralashtirib, ustini paket bilan yopib 1 soatga marinovka bo'lishi uchun qoldiramiz. Har bir sixga 150 grammdan qovurg'a siqlab, 20 minut davomida ikkala tomonni qizartirib pishirib olamiz. Qarabsizki, mazali shashliklar tayyor. Mana shashliklar tayyor. Ko'rinishini o'zi boshqacha-ku buni. Sekinroq tiqilib qolmayana. Mana bu, san haqing. Uddalading. Mana bu boshqa gap. Osh bo'lsin.